Master huquqda onlayn darslar 11-sinf davlat va huquq asoslari o'quv dasturi 25-26 mavzular. Biz yangi huquq sohasidamiz, ya'ni jinoyat protsessual huquqi. Jinoyat protsessual qonun hujjatlari mavzusini o'rganishga kirishamiz. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi protsessual huquqning asosiy manbaidir. Xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan prinsiplarining protsessual qonunchilikda e'tirof etilishi aybsizlik prezumpsiyasi. Jinoyat protsessual qonun hujjatlarining vazifalari O'zbekiston Respublikasining fuqarolik protsessual va jinoyat protsessual kodekslari haqida gaplashamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi protsessual huquqning asosiy manbai sifatida huquq tarmoqlarini biz ikkita tizimga ajratardik. Mamlakatning moddiy huquq tarmoqlari, mamlakatning ichki huquq tarmoqlarini moddiy huquq tarmoqlari va protsessual huquq tarmoqlariga ajratar edik. Mamlakatning ichki huquq tarmog'i bo'ldimi, u moddiy huquq bo'ladimi yoki protsessual huquq bo'ladimi, bilingki, har doim uning asosiy manbai O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi hisoblanadi. Jinoyat protsessual huquq bu nima degani? Jinoyat protsessual huquq sudda ishlarning yuritilishi, shuningdek, surishtiruv va dastlabki tergov jarayonida ishtirokchilar va boshqa manfaatdor shaxslarning huquqlarini nazarda tutadi. Protsessual huquq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan shaxsiy huquq va erkinliklarni zaruratsiz va asossiz cheklamasligiga xizmat qiladi. E'tibor qaratamiz, sudda ishlarning yuritilishi, surishtiruv va dastlabki tergov jarayonida ishtirokchilar va shularning tartibi va shu jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan holatlar aynan jinoyat protsessual qonun hujjatlarida nazarda tutilgan bo'ladi. Protsessual huquqlar demokratik xarakteriga ega bo'lib, da'vo va nizomlar, huquqbuzarlik, shu jumladan jinoyat ishlarining tez va to'g'ri tekshirilishi, asosli, qonuniy va odilona hal qilinishini kafolatlaydi. Protsessual huquq yuridik shaxslarning manfaatlarini himoyalashga ham xizmat qiladi. Jinoyat ishida gumon qilinuvchi shaxs va ayblanuvchining tegishli eng muhim protsessual huquqi bu demak himoyalanish va himoyachining yordamidan foydalanishdan iborat bo'lar ekan. E'tibor qaratamiz, biz protsessual huquq haqida gaplashib boshlaymiz. Aynan mavzuning yuragi bu jinoyat protsessual huquqi hisoblanadi. Jinoyat protsessual huquqida sudlarning yuritilish jarayoni, surishtiruv jarayoni, dastlabki tergov jarayoni, tergovga qadar tekshiruv jarayoni va shu jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan tartib va qoidalar mustahkamlangan bo'ladi. Aynan bu qonun hujjatlarini, bunga oid bo'lgan qonun hujjatlarining eng asosiysi albatta O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va keyingi o'rinda esa asosiy manba Jinoyat protsessual kodeksi hisoblanadi. Jinoyat protsessual kodeksining ham asosiy vazifasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jinoyat ishlarining tez va to'g'ri tekshirilishi, asosli, qonuniy va odilona hal qilinishi hisoblanar ekan. Umumqabul qilingan xalqaro huquq prinsiplarining protsessual qonun hujjatlarida e'tirof etilishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarga e'tibor qaratamiz. Insonlarning siyosiy huquq va erkinliklarini ta'minlovchi muhim xalqaro huquqiy hujjat biz avvalgi o'quv dasturlarimizda ham bir necha marta takrorlagan fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt hisoblanadi. 1966-yil 16-dekabrda BMT tomonidan qabul qilingan ushbu hujjat, ushbu pakt 5 ta qism va 53 ta moddadan iboratdir. Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt birinchi navbatda barcha fuqarolarning siyosiy huquqlarini, davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda ishtirokini ta'minlab beradi. Mazkur paktning 14-moddasi 3-qismi hamda inson huquqlari va asosiy erkinliklarni himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiyasining 6-moddasi 3-qismiga muvofiq jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxs sud ishi asossiz kechiktirilishiga yo'l qo'yilmaydi. E'tibor qaratamiz, bu qaysi paktning nechinchi moddasi nechinchi qismi, qaysi konvensiyaning nechinchi moddasi nechinchi qismi ekanligini yodlash bu yerda umuman shart emas. Asosiy qaymoq joyi bu nima? Ana shu xalqaro konvensiyalarda jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxsning sud ishini asossiz kechiktirilishiga yo'l qo'ymasligi. Demak, asossiz kechiktirishga yo'l qo'ymaslik bilan bog'liq bo'lgan xalqaro hujjatlar qaysilar? Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt hamda inson huquqlari va asosiy erkinliklarni himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiyasi hisoblanar ekan. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 7-moddasiga ham e'tibor qaratamiz. Barcha odamlar qonun oldida tengdir va hech bir tafovutsiz qonun bilan teng himoya qilinish huquqiga egadir. Barcha odamlar ushbu deklaratsiyaga zid bo'lgan har qanday kamsitishdan va shunday kamsitishga undaydigan har qanday gizlashdan teng himoya qilinish huquqiga egadir deb yozilgan. Ayblanuvchi esa sud ishining asossiz kechiktirilishiga
aynan shu huquq kechiktirilishiga yo'l qo'ymasligi huquqi adolatning asosiy kafolatlaridan birini o'zida ifodalaydi. Sud tomonidan jinoyat ishining qo'shimcha tergov o'tkazish uchun qaytarilishi esa bu kafolatga zid hisoblanar ekan. Sud tomonidan jinoyat ishining qo'shimcha tergov o'tkazish uchun qaytarilaverishi, demak, bu kafolatga zid hisoblanadi. Aybsizlik prezumpsiyasi xususida gaplashamiz. Albatta bizga oldindan ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28-moddasida aybsizlik prezumpsiyasi mustahkamlangan. Aybsizlik prezumpsiyasi nima ekanligi to'g'risida yana bir bora takrorlaymiz. Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi uning jinoyat sodir etishda aybdorligi qonunda nazarda tutilgan tartibda isbotlanguncha va qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan aniqlanmaguncha u aybsiz deb hisoblanadi. Aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra aybdorning jinoyati qonuniy tartibda isbot qilinmaguncha u aybsiz deb hisoblanadi. Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi uning jinoyatda aybdorligi qonunda nazarda tutilgan tartibda isbotlangunga qadar va sud hukmi bilan qonuniy kuchga kirgunga qadar u aybsizdir. Bu aynan aybsizlik prezumpsiyasini mohiyatini ochib beradigan jumla hisoblanadi. U o'zining aybsizligini isbotlashi shart emas. Aybdorlikka oid barcha shubhalar, basharti ularni bartaraf etish imkoniyati bo'lmasa, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining foydasiga hal qilinishi lozim. Qonun qo'llanilayotganda kelib chiqadigan shubhalar hamda ayblanuvchining, sudlanuvchining foydasiga hal qilinadi. E'tibor qaratishimiz kerak va Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 11-moddasini ham o'qib qo'yishimiz zarur. Jinoyat sodir etganlikda ayblangan har bir inson himoya uchun barcha imkoniyatlar ta'minlangan holda ochiq sud majlisi yo'li bilan uning aybi qonuniy tartibda aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanishga haqlidir. Hech kim sodir etilgan vaqtda milliy qonunlar yoki xalqaro huquqlarga ko'ra jinoyat deb topilmagan xatti-harakati yoki faoliyatsizligi uchun jazoga hukm qilinishi mumkin emas. Shuningdek, jinoyat sodir etilgan vaqtda qo'llanilishi mumkin bo'lgan jazoga nisbatan og'irroq jazo berilishi mumkin emas deya Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida ham ta'riflab va tavsiflab o'tilgan ekan. Jinoyat protsessual qonun hujjatlarining vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, jinoyat protsessual qonun hujjatlarining vazifalari jinoyatlarni tez va to'la ochishdan, jinoyat sodir etilgan har bir shaxsga adolatli jazo berilishi hamda aybi bo'lmagan hech bir shaxs javobgarlikka tortilmasligi va hukm qilinmasligi uchun aybdorlarni fosh etishdan hamda qonunning to'g'ri tatbiq etilishini ta'minlashdan iboratdir. Jinoyat protsessual qonun hujjatlarining vazifalari, shu jumladan Jinoyat protsessual kodeksining ham asosiy vazifalari shular hisoblanadi. Jinoyat ishlari yuritishning jinoyat protsessual qonunlarda belgilangan tartibi qonuniylikni mustahkamlash, jinoyatlarni oldini olishga, shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya etishga yordam qilmog'i lozim. Jinoyat protsessi bu nima? Jinoyat protsessi protses ishtirokchilarining muayyan jinoyat protsessual faoliyati hamda shu faoliyatga tegishli bo'lgan huquqiy munosabatlar tizimini tashkil qiladi. O'zi protses degan so'z qanday ma'noni anglatadi desak, bu tartib, jarayon degan ma'nolarni anglatadi. Jinoyatni ochish jarayoni jinoyat protsessi hisoblanar ekan. Jinoyat protsessining vazifalari jinoyatlarni ochish, aybdorlarni adolatli jazolash, shuningdek boshqa jinoyatlarning oldini olish, fuqarolarni qonuniylikka rioya etish ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Jinoyat protsessining ajralmas xususiyati shundan iboratki, uning huquqiy tabiati mazkur faoliyat va tegishli ijtimoiy munosabatlarning qonun jihatdan qat'iy tartibga solinishini tashkil etadi. Jinoyat protsessual qonuni muayyan protsessual harakatlarni rasmiylashtiradigan tegishli hujjatlar, surishtiruv va dastlabki tergov bosqichida qarorlar va bayonnomalar, sud muhokamasi bosqichida esa ajrimlar va hukmlar va boshqalarni nazarda tutadi. Demak, jinoyat protsessual qonuni muayyan protsessual harakatlarni rasmiylashtiradigan tegishli hujjatlar. Xo'p, bilishimiz kerak bo'lgan qism hisoblanar ekan bu muayyan protsessual harakatlarni rasmiylashtiradigan hujjatlar. Muayyan protsessual harakatlarni rasmiylashtiradigan hujjatlar toifalariga qaysi hujjatlar kiradi? Demak, bular qarorlar va bayonnomalar,
ajrimlar va hukmlar hisoblanadi. Xo'p, aynan mana shu hujjatlar qaysi bosqichlarda ishlab chiqiladi, qaysi bosqichlarda qabul qilinadi? Demak, e'tibor qaratishimiz kerak surishtiruv va dastlabki tergov bosqichidan. Birinchisi, surishtiruv va dastlabki tergovda. Muayyan protsessual harakatlarni rasmiylashtiradigan hujjatlar surishtiruv va dastlabki tergovda qaysi rasmiylashtiruvchi hujjatlar, qaysi hujjatlar rasmiylashtiriladi deya savol berilganda e'tibor qaratishimiz kerak. Qaror va bayonnomalar rasmiylashtiriladi. Qaror va bayonnomalar. Muhim ma'lumot, bayonnomalar. Demak, surishtiruv va dastlabki tergovda qaysi hujjatlar rasmiylashtiriladi? Qaror va bayonnoma. Endi keyingi qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jinoyat protsessining sud bosqichida qaysi hujjatlar rasmiylashtiriladi? Sudda qaysi hujjatlar rasmiylashtiriladi? E'tibor qaratamiz. Sud, jinoyat sudlari deylik, ajrimlar chiqarishi mumkin hamda va hukmlar chiqarishi mumkin bo'lar ekan. Ajrimlar va hukmlar sud bosqichida rasmiylashtiriladigan protsessual harakatlarni rasmiylashtiradigan hujjatlar hisoblanar ekan. Xo'p, aynan mana shu hujjatlar bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni yodlab qo'yish talab etiladi. Savol va topshiriqlar, keyslar berilgan. Darslik mavzumizga aybsizlik prezumpsiyasini mohiyati esa ochib berilgan. Va asosiy sana bilan bog'liq bo'lgan yana bir ma'lumotga duch kelganidek, fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi fakt 1966-yilda 16-dekabr sanasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan hujjat hisoblanar ekan. Albatta bu hujjat ham O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan hujjat hisoblanadi. Mazkur huquqda onlayn darslar bu jinoyat protsessual qonun hujjatlari 25-26 mavzular edi.